Misrdan chiqish. Birinchi bob. Yoqubning har qaysi o'g'illari o'z bolajoqlarini elib, Yoqub bilan billa Misrga bordi. Uning o'g'illarining ismlari Ruben, Shimon, Lavi, Yahuda, Isakar, Zabulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad ve Aşir idi. Ularning hammasi Yoqubning bevosita avlodlari bo'lib, jami 70 kishi edi. Yoqubning yana bir o'g'li Yusuf bu vaqtda allaqachon Misrda edi. Keyin Yusuf ve uning qarindoshlari hamda barliq zamondoshlari olamdan o'tdi. Shundaqdimi İsrailning, yani Yoqubning avlodlari tez ko'payib, u yani to'ldirdi ve xeyla kuchayib qoldi. Keyin Yusufning Misr xalqiga qilgan yaxshiliklaridan xabari bo'lmagan yangi bir podshoh Misrda taxtga chiqdi. U Misrliklarga: "Bu İsraillarning bizga qaraganda ko'payib, bizdinmi kuchib ketayotganligiga qaranglar. Eng yaxshisi oqilona tadbir qo'llanib, buning oldini olishimiz kerak. Undaq bo'lmaganda, navoda urush portlab qolsa, ular dushmanlar bilan birlashib, bizga hujum qilib, bu yerdan qochib ketishi mumkin," dedi. Bunun bilan Misrliklar İsraillarni eg'ir emgaklar bilan ezish uchun emgak nazoratchilarini tayinladi. Ular İsraillarga podshoh uchun Pitom ve Ramis ismli ta'minlash markazi qilingan shaharlarni soldi. Lekin Misrliklar İsraillarni qancha azgan siri ular shuncha ko'payib, davlatning boshqa yerlarga mu tarqaldi. Bu sebepten Misrliklar İsraillardan qo'rqib, ularni texmi ig'ir ishlarga soldi. Misrliklar ularni loychilik, kesak quyosh ve etiz iriq ishlarini qilishdek ig'ir emgaklarga selib, intayin qattiq azoblarga duchor qildi. Misr podshohi yana Sahra ve Puva ismli 2 nafar İbrani tug'ut onasiga: "Sizlar İbrani ayollarini tug'digan vaqtinglarda bu vaqtning o'g'il yoki qiz ekanligiga qaranglar. Agar o'g'il tug'ilsa, bu vaqtni o'ltirib etinglar. Qiz tug'ilsa, tirik qoldiringlar," dedi. Lekin bu 2 tug'ut onasi Xudoga ixlosmand bo'lg'achqa, podshoning amriga bo'ysunmay, o'g'il bovoqlarni o'ltirmadi. Shunga podshoh ularni chaqirtib: "Bu sizlarning nima qilganinglar? Nima uchun o'g'il bovoqlarni o'ltirmadinglar?" deb so'radi. Ular: "İbrani ayollari Misr ayollarga o'xshamaydi. Ular nihoyatda sog'lom keladi. Biz yetib borguncha o'zlari tug'ib bo'ladi," deb javob berishdi. Tug'ut onalari Xudoga ixlosmand bo'lganligi uchun Xudo ularga g'amxo'rlik qilib, o'z oillarini qurish sharvini ato qildi. İsraillar davomli ko'payib, texmi kuchaydi. Bunun bilan Misr podshohi bütün puhrolarga: "İsraillardan tug'ilgan o'g'il bovoqlarning hammasini Nil daryosiga tashlanglar. Qiz bolalarni tirik qoldiringlar," deb amr qildi.